بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Parvardigor olam, o'zing ko'rguvchisan, o'zing bilguvchisan, o'zing yakkayu yagonasan, mehribonimiz, o'zing rahmdilmizsan. Allohim qadamlarimizni o'zingni izning bilan Allohim Baytullohga keldik. Allohim o'zingni izning bilan Allohim shu joylarda duo qilamiz. O'zingni izning bilan Allohim ro'zalarni tutib qilayotgan ibodatlarimizni o'zing dargohingda qabul aylagin, xatolarimizni kechirgin. Allohim kelishimizdan oldin qancha do'stlarimiz, birodarlarimiz, yaqinlarimiz, jigarlarimiz, sevimli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salomlar ayting dedi. Bu salomlarni qo'limizga yetkazdik. Mana Allohim o'zingni baytingga keldik. Allohim bizni yurtimizni tinchlikda, xotirjamlikda qilgin. Yurtboshimizni umrini uzoq qilib, tanijonlarini sog' salomat qilgin. U zotlarning yonida yurganlarni ham hammasini sog' salomat qilgin. Parvardigor olam, hammamizni xonadonlarimizga tinchlik, xotirjamlik, tanishlik ato etgin. Ota-onalarimizni umrini uzoq qilib, tanijonlarini sog' salomat qilgin. Barcha bemorlarni o'zing dardiga shifoyi komil bergin. Aka ukalarimiz, opa singillarimiz, yaqinlarimiz, jigarlarimizni, do'st birodarlarimizni hammasini tanishuv bilishlarini, aka deb yurgan ukalarimiz bor, aka deb yurgan singillarimiz bor. Barcha yaqinlarimizni umrlarini uzoq qilib, tanijonlarini sog' salomat qilgin. Rizqlarini Allohning o'zing keng qilgin. Hammamizni qalbimizdagi orzu niyatlarimizni o'zing amalga oshirgin. Parvardigor olam, bizlarni afv etgin, bizlarni afv etgin. Ulug' oylaringda, Ramazon oylaringda o'zingni baytingda turibmiz. Allohim, o'zingdan yolvorib so'rayman, yo Rabb, yo Rabb, yo Rabb, yo Rabb. O'zingdan yolvorib so'rayman. Bizni O'zbekistonimizda ko'p kelmaganlar bor, yurtdoshlarim bor. Ularni ham qadamlarini o'zing yengil qilib, shu o'zingni baytingga olib kelgin. Allohim, ko'p insonlarimiz bizdan iltimos qilgan, duo qiling deb farzand yo'qlarni Allohim o'zing farzand bilan ko'zlarini quvontirgin. Hammamizni, yurtimizni, hammamizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. Qo'limizdan kelgancha xayrli amallarni bajarib, qo'limizdan kelgancha yaxshiliklarni qilib yurishimizga nasib ro'za aylagin. Farzandlarimizni, ahli ayollarimizni, tanijonlarini sog' salomat qilgin. Ota-onalarimizni umrlarini uzoq qilgin. Barcha aka-ukalarimizni, yaqinlarimizni, do'st birodarlarimizni, mushkuli qiyin do'stlarimiz ham bor. Allohim ularning mushkullarini o'zing oson qilgin. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va li azimi sultonik. O'qiyotganlarni Allohim o'qishlarini yaxshi bitirib, vatanimizga foydasi tegadigan yaxshi insonlar qilgin. Allohim ularni ota-onalarini ko'zlari quvonadigan farzandlarini ko'rib, ko'zlari quvonib yurishiga Alloh o'zing nasib qilsin. Va sallallohu ta'ala xayru xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika arhamar rohimin. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.